Assalomu alaykum, Chorvoz obunachilari, hurmatli tomoshabinlar. Shved xunoji hamda Kuchat buqalardan so'ragan akalarimiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshidan bir dona like bosib qo'yinglar aziz obunachilar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloqda joylashgan arzonchi, optimchi Abdulhakim ukamizni fermasidamiz aziz obunachilar. Xunojilar pul arzon variantda buqalardan kelgan aziz obunachilar. Chiroyli qilib video syomka qilib, to'liq ma'lumotini, narx-navolarni video davomida qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilaman. Faqat like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar aziz obunachilar. Bu qolarni yiriklardan so'ragan akalarimizga bu tarafida ana shunday variantlardan bor. Diqqat bilan, e'tibor bilan ko'ringlar. Narxi sizni hayron qoldiradi. Bugun 3-dekabr, haftaning chorshanba kuni. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishlog'i arzonchi, optimchi. Assalomu alaykum. Abdulhakim. Muxtorjon aka, kevoldingizmi aka, charchamasdan. Assalomu alaykum, Chorvozda ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'rib turinglar. Xunojin deysizlarmi, Novvas deysizlarmi, inshaalloh hammasini uddorlaridan kelib qo'yganmiz aka. Narxi keladigan bo'lsa, narxi aka bexijolat. Liboy bozorlarigami, internetgami, hamma yerga solishtirib ko'rishaveradi aka. Arzon-a? Ey, Chorva uzdan telefon qilyapman degan obunachilarimiz aka 200 mingdan 500 mingga chegirmalarni qilib beraman inshaalloh aka. Mana akalar o'zlaring e'tibor bilan ko'rasizlar. Hozir video davomida hammasini to'liq ma'lumotni yoritib beramiz. Xudo xolasa yeb ichishlari, sog'lik, salomatligi hammasi mukammal sinovdan o'tgan Abdulhakim. Xudo xolasa bir haftacha xotirjam sinov olishadi Muxtorjon aka. Hop, havodan yo'qadigan kasalligiga oyog'ini sindirib qo'yishmasa, bo'htirib qo'yishmasa, o'ltirib qo'yishmasa, bir haftagacha men javob beraman aka. Sotgan molimga behijot. Uyga borganda ham o'zlar ishongan doktorlarga ko'rsatib, molni qabul qilib olishaveradi. Behijot. Menikida quruq bahor bilan somonni aralashtirib beryapman, bayovoy solyapti. Qonni chiqmagani bo'lsa, yaxshi yemagani bo'lsa ham joyida qolib ketaversin aka. Mana. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib olinglar aziz obunachilar. Bugunga necha bosh Abdulhakim? Bugunga obshi 29 bosh molimiz bor. Muxtorjon aka, xudo xolasa chiroyli qilib yoritib beramiz. Hop, novvosimiz bor, bir 13 bosh novvosimiz bor, xudo xolasa bir 16 bosh xunojinimiz bor. Inshaalloh chiroyli qilib narx-navolarni yo'lida qilib beramiz. Hop, bir qator ko'raverasizlar aziz obunachilar. Hammasini e'tibor bilan ko'ringlar. Xunojinlarning birinchi partiyasiga mana shu yiriklardan boshlaymiz. Yirigidan boshlaymiz. Muxtor aka, bu arg'amchiga ham tushmagan ekan. Birinchisiga toza shvetidan ekan. Toza shvetidan. Tumshuq mana. Arg'amchi tushmagan. Ko'ringda. Hozir tumshuqlarga e'tibor beringlar. Dalama tozani suyali. Mana. Mana. Jonivorlar ko'ring. Ol, pastki qismlarni ham. Mana sigir qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, oq yelin. Akalar. Oq yelin, xudo xolasa aka. Bu ikkinchisiga aka. Hali yem ko'rmagan mana shu holat. Yem ko'rmagan. Yemini berib tursa, ozgina yomon o'zgarib qoladi aka bular. Oq yelin. Bunisi ham oq tumshuq, oq quloq aka. Xudo xolasa toza narsalar. Bu ikkinchisi aka. Bunisi uchinchisi. Janvar korpuslarni ham ko'ring. Mana shoxlarni hali yosh bo'zak. Hali yosh bo'zak aka. O'spirin. Xudo xolasa bu uchinchisi, bu to'rtinchisi. To'rtinchisiga Janvarni ko'ring, o'ta klassika polvonidan aka. Mana sigir qilaman degan akalarimizga. Xudo xolasa bu to'rtinchisi bo'lsa aka, mana bu beshinchisi. Bu beshinchisi. Orqa tarafga kengligi e'tibor bering. O'ta kengligi, o'ta klassika polvon narsa. Yoshligidan ma'lum deydi. Shunday aka, olishda shoshilmanglar. Mana shunda oyoq qo'li tikka bo'ladigan narsani olinglar, xudo xolasa omoq sotmog'i bor deb. Yemoq tushmog'i bor aka. Buni aka, misol sementalga gibrid, unaqa edi, bunaqa toza shvetida deb turib, narxini ko'tarib olishni xohlamaymiz aka. Kelgan narxidan ozginadan foyda qilsan, xudo xolasa yengil qilib sotamiz. 5 tasiga bitta narx qo'yib beraman. Muxtorjon aka, bitta obunachi shuni narxda eshitib, bo'ldi men oldim deydigan narx qo'yib beraman aka. Nech puldan qilib berasiz Abdulhakim aka? Xo'p, buni Muxtorjon aka, hop, internet boshqa kanallardan ham ko'ryapman-da, bunaqa mollarda 11 million ham qo'yishyapti ekan, 11 million 200 ming ham, 11,5 million ham, 10 million 800 ming ham qo'yishyapti ekan. Unaqa narxlar yo'q Muxtor aka. Maqsad sotish, arzon keldi. Men 10 million 200 ming so'mdan qilib beraman, 5 elasini bir yerga olsa. 10 million 200 ming so'mdan 5 tasi bir joyga dastlabkasi bilan yetib boradi. Dastlabkasi aka Toshkentgacha qilib beraman. Hop, 10 million 200 shu lahtani olib tashadigan obunachilarimiz bo'ladi-da. Aka 200 ming so'mdan yana olib tashlaymiz, 10 million so'mdan bir joyga o'sa ketaveradi aka. To'ppa-to'g'ri ketaveradi aka. 5 tasi. Yana telefon qilsa, yana deysa, obunachilarimiz bor, shunaqa obunachilarimiz yana kamini qilib beraman aka. Yana o'tib beraman. Yo'q, telefonda o'tib bersangiz, telefonda ham o'tib beraverman aka. Hop, 10 milliondan pastda bo'lsa, biz obunachilarimiz yaxshi bo'ladi Abdulhakim. O'zi 10 dan arzon bo'lib ketdi-ku Muxtor aka. Narxlar zo'r. Xudo xolasa ko'z tegmasin, klient ko'paygandan keyin siz ham aynib ketmang. Yo, bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Boshida qanday tanishganmiz, oxirigacha shunday bo'lamiz aka. Gapsiz yo'q aka. 100 mingdan desam, 100 mingdan qo'yib o'tib berasan deysiz. 200 ming so'mdan kam bo'ladi Muxtor aka. 9 million 800 ming so'mdan qilib beraman aka. Ekranda turgan 5 ta xunoji.
uyingizga yetib boradi. Nuqta arqonlari bonusi bo'ladi. Nuqta arqamchilari bonus, xudo xolasa chiroyli qilib uylarga besplatni narxda 9 million 800 ming so'mdan yetkazib beraman, Muxtor aka. Boradi aka. Telefon qilsa sunnat xayrimiz bor, magazin emas, ishlarni bitkazib beramiz. Narxlar zo'r bo'ldi. Bitta like turinglar. Bu yerda aka, hop 4 donasini bitta qo'yib beraman aka. Aha. Hop birinchisi aka. Birinchisi. Buni korpuslari kelgan. Ikkinchisi aka. Hop bu olaparodamiz, uchinchisi aka. Uchinchisi. Aha. Mana to'rtinchisi aka. Bu to'rtinchisi. Januariga o'ta sifat. Klassik aka. Bittasi birda. To'talasini birdan tirs aka narxini ham qo'yib beramiz. Xudo xolasa 4 tonni olaman degan obunachingiz bo'lsa aka, buni 9,5 93 unaqa yo'q. 9 milliondan bir joyga sotdim aka. 1 metr pilusda bo'ylari. Ha, bo'ylari 1 metr plus aka. Hozir o'lchab alaqmabmiz aka, o'lchab ko'rsat isboti bilan bo'ladi aka. 1 plusga xotirjam olishingiz aka. Eng bag'at to'rtinchisi. Men bilib turibdi, Abdulhakim. Mana to'rttasini 9 million so'mdan kamini qilib berasiz. 9 milliondan aka kami bor. Kamini qilib beraman aka. Nech puldan kami, Abdulhakim? Kamimi? Kamiga aka buni ham cho'zmayin ha. O'tib bering. 8 million 800 mingdan bular ham ketdi aka. To'rttasi bir joyda. To'rttasi bir joyga 8 million 800 ming so'mdan dastavka qilib yetkazib beraman aka. Endi mana Abdulhakim, mana birinchi partiyani ham ko'rsatdik. Aha. Misol uchun kimdadir ikkitaga imkoniyat bo'ladi. Kimgadir bu ikkalasi yoqadi. Ha. Kimgadir ikkala shvet yoqadi. Tanlab olsa nech pul qilib beramiz? Aka buni ham bo'ylarni aytib qo'yay. Biri 5 dan aka, biri 10 gacha bo'yi. 10 gacha ko'rinib turibdi bu ko'z taxmin. Hop, narxi aka, misol mana ikkala Estonning yo'qda Abdulhakim degan obunachalarimizga aka 10 million 200 ming so'mdan dastavka qilib yetkazib beraman. Telefon qilsa kelishadigan yeri ham bor, kelishtirib ham beraman aka. Obunachilarimiz kommentariyaga yozishadi, donaga ham narxini qo'yib ketinglar deb. Hop, bu ikkalasi tanlashlarga holatiga qarab kelishaveramiz. Aka, bu 4 to'ydan tanlab olaman yoki buni Olaparodan olaman yoki buni olaman degan obunachilarimiz bo'lsa aka, 9 million so'mdan qilib beraman aka. 9 million, 200 ming so'm piylik. Ajab mana ala. Olaga aytib beringlar. Ola o'ta klassik ekan, qonunlar ham to'la turibdi jonivor. Hop, bu tarafda Muxtorjon aka 6 tasini bitta qo'yamiz aka. Bular ham xunojin Abdulhakim. Bular ham xunojin aka. Birinchisi, aha, ikkinchisi, hop, uchinchisi, aha, to'rtinchisi, beshinchisi aka. 5 ta aka. Adashibdim. Yo, novoschani qo'shib beraylik ben. Hop, 5 tasini birdan narx qo'yib beraman aka. Bo'ybaslari 90 plusdan bag'i aka 1 metrgacha olishaveradi. 90 bilan 1 orasida. Xudo xolasa bularning narxi aka bu yangi ro'zgar chiqqan akalarimizga tavsiya qilaman bularni. Oba foyda qilaman degan. Narxi o'ta ham qulay bo'ladi aka. Yangi boqishtirib o'rnatgan obunachilarimizdan ikkilanmasdan olasizlar. Tez foydaga, daromadga kirasizlar. Narxini ayting Abdulhakim. Narxi aka buni 8,5 million demaymiz aka. 82, 83 unaqa narx ham yo'q. Bir yerga olsin 8 million so'mdan qilib beraman aka. 8 million so'm. Yana kamini qilib beraveraman aka. Maqsad sotish aka. To'g'risi, molim ko'p, 29 bosh molim bor aka. Maqsad sotish aka buni. Kamini nech pul Abdulhakim? Kamim aka bir yerga olsin. 5 tasini 7 million 800 ming so'mdan qilib beraman aka. 7 million 800 ming so'mdan. 200 ming so'm, 200 ming so'm Abdulhakim Chorvoz kanalining obunachilariga chiroyli narxda o'tib bering. Va aka shuni telefon qilsin, Abdulhakim Chorvozdan telefon ko'rib telefon qilyapman senga deysin. Aka aytdim-ku, opsumada shuni 200 mingdan 500 ming chegirmalarni ham qilib beraman aka, xudo xolasa. Bundan tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa aka 300 ming minusiga o'zim chiqarib beraman aka. 200 ming plusiga yoqqan tanlab olsin aka. Hop, 8 million so'm o'zlaring tanlab olasizlar. Bu yerda novvoschalarimiz aka. Ko'chatchilar aka. 7 million 500 ming so'mga bor ichida. 7 million 500 ming so'mga men chiqarib beraman aka mol. Aha. Xudo xolasa telefon qilsin, ishlar bitadi. Obunachlarimiz xohlagan tarzda bitkazib beraman aka. Hop, birinchi novvoschamiz. Hop, Ikkinchi novvoschamiz. Uchinchi novvoschamiz. To'rtinchisi. hop, Beshinchisi. Oltinchisi. Yettinchisi aka. 7 tasi bir joyda. 7 tasi bir joyda aka. Xudo xolasa o'sarman. Hamma yo'g'i joyida aka. Jonivorlar o'ta klassikalardan. Old tarafidan. Ha, old taraflarini ham xotirjam ko'rsatib qo'ying aka. Shularni ham ko'rsatib qo'ying deyapti mana. Jonivor. Bo'yi aka 90 plus aka, eng kichkinasi aka. Aha. Hop, mana so'z isbotini o'zingiz ham ko'rib qo'ying aka. 1 metr aka. 1 metrga olish o'zini aka. 1 metrli novvossalar aka, misol mana shularda 11,5 million, 11 million qo'yishyapti 1 metrli novvosda. Hop, mana bunisi ham o'ta klassik narsa, polvon narsa. Hop, men aka o'sha 1 metrli novvosda 90 plusli novvosini narxida qo'yib beraman aka. Nech pul qilib berasiz Abdulhakim? 7 tasini bir yerga olaman degan marta obunachiniz telefon qilsa 10 million 200 ming so'mdan qilib beraman aka. 10 million 200 ming so'mdan Libboy bozorlariga, bozorda 7 kun aylanib turib keyin meni oldimga kelishyapsiz aka. Men qarang Abdulhakim 200 mingdan qo'shmaylar 10 milliondan kamini qilib beraman. Chorvoz kanalining obunachilariga. Unda juda kamayib ketadi Muxtor aka.
arzon bo'lsin. Olasın aka mayli. Telefon qilasın ishlarni chiroyli bitkizib beraman aka, xudo xolasa. Bu qolar azobini. O telefonni betiga yozib qo'yish olsan, qidirib topisholmaydigan 10 million so'mdan qayda aka 1 metrli novvoscha beradi. Olasın mana aka. Xudo xolasa chiroyli ishlarni bitkizib beraman. Like urib, akalar Choruz kanalidan ko'rib aloqaga chiqdik deb Abdulhakim bilan bog'lanasizlar, xudo xolasa ish bitadi. Bu tarafda kelib ko'rib olinglar imkon. kelib, xotirjam kelib ko'rib olishadi Muxtor aka. Bu yerdacha kattaroqlar aka novvoschilarimizda. Xudo xolasa. Hop, bu yerda aka bunday qilaylik. Buni addinni qo'yamiz aka, bir dona kattarog'imiz. Bo'ylari 1.10 aka. Mana aka. Bo'yi 1.10. 1.10 ga olishaveradi. 1.8 ga olishin. Hop. Narxi nech pul buni Abdulhakim? Buni o'zining narxi aka. Bo'ladi ya'ni. Bo'ladigan narximi? Aka 13 million 800 mingga qilib beraman. 13 million 800 ming, 14 million 14 million befoyda narx aka. Bo'yi 1.10. Ko'rib turishibdi obunachilar. Internetga ham solishtirib ko'rib keyin olishaversin. 13,5 atrofida kelishamizmi Abdulhakim? Telefon qilsa chiroq ishlarni bitkizib beraman, Muxtor aka. Ha, maqsad sotish aka. Hop. Buni ala qilinmaydi. Hop. Bunisi aka 1.6 da chiqyapti, 1.7 da 1.6 chiqyapti, 1.5 ga olsin aka. Hop. To'talasini bitta narx qo'yib beraman aka. Hop. 4 ta novvoscha azobini. Bir plus ekan aka. Aha, bir plusga 1.5 gacha aka. Boqarmandagi obunachilarimiz uchun suyagi bor, yo'g'on suyagi. Hop, bu to'rttasini bir yerga olaman degan mart obunachimiz telefon qilsin 13 million. 12 million 800 yo'q. 12 million 300 mingdan bor aka. 12 million. 12 million 300 ming so'mdan 1 plus 1.5 li novvoschalar aka. Shohi o'sgan og'angi jaydarim olmas azobunachlar. Xudo xolasa sorti bor, ertamda boqsangiz ham bo'ladigan narsalar aka. 12 million 300 dan. 12 million 300 ming. 12 milliondan qo'yinglar Abdulhakim. To'g'ri keladimi? 12 dan yurib ketmaydi bu aka. Mayli. Choruz kanali obunachilari. Aka, qo'lni bering. Rozimisiz? Chorvozdan telefon qilyapman Abdulhakim degan obunachingiz aka 12 million so'mdan bor aka, telefon qilsa yana sunnat hajisi qilib beraman. Barbar aka olsin men aka. O'tib beriladi azobunachilar. Magazinmi? Magazin emas aka, maqsadimiz sotish aka. Olsin mana, xudo xolasa nazar qilib boqaman degan obunachimiz. Like bosib turinglar obunachilar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha Chorva uzda obunachilarga arzon narxlarda mollar yig'ishtirib kelyapmiz inshaalloh. Narxlari, sifati sizlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, aziz obunachilar bemalol astagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mollar xudo xolasa sifati hammasi zo'r, sog'lomligi ishonchli. Ikkilanmasdan aloqaga chiqaveringlar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.